Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda shunda qo'yloqotan 409 etajli domda. Uyimizda mana shu birinchi etajda 4 xona 100 kvadrat metr 95 ming deyishyapti, kelishtirib beriladi. Mana uyimizning ichiga ham kirib oldik. Shunaqa koridordan hamma xonalarimiz razdelli. Kirishimizda o'ng qo'lda mana birinchi xonamiz bu tarafdan ko'rinishi. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profilli nomerlarga aloqaga chiqaveringlar. Dalish koridor bo'ylab yurganimizda chap qo'lda mana yana bitta xona. Mana ikkinchi xonamiz bu tarafdan ko'rinishi. Kimga shunaqa uylar kerak bo'lsa, videoni tashlab qo'yasizlar. Shunda o'ng qo'limizda oshxona. Mana balkoni bu taraf, bu yog'i oshxona. Hop, keyingi xonamiz mana yana bitta detskiy kichkina xona. Bu mana 3-xonamiz bo'lyapti. Bu 3-xonadan chiqqanimizda mana sanuzel, vannasi, hojatxonasi razdelni alohida ekan. Va mana 4-oxirgi xonamiz, bu ham keng xona ekan. Mana 4-xonamiz bu tarafdan ko'rinishi. Hozir kvartirantlar bor, $350 dan turishibdi, yana dalish turishadi agar kelishsanglar.